Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda YouTube kanalimizdagi darslik bo'yicha o'zimiz qilgan tradelarni ko'rsatib, analiz qilib tushuntirib beramiz. Birinchi tradimiz Lucy kriptovalyutasida bo'lib o'tgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kirgan joyimiz trendni pastida joylashgan. Mana hozir chizib ko'rsatib beramiz. Mana trendimiz bo'lgan. Pasayuvchi trend mana. Teshish paytida mana shu joyda shu trendni teshish jarayoni bo'lgan paytda biz kirganmiz. Long pozitsiyasini ochganmiz tepaga. Stopimizni mana shu pastdagi loyga qo'yganmiz. Mana shu joyga stop loss qilib qo'yganmiz. Takeimiz bu trendimiz katta bo'lgani uchun eng tepasini kutmay shu yarmigacha borganida chiqqanmiz. Ko'rishingiz mumkin, agar ozgina kutganimizda baho shu eng tepasiga ham borardi. Keyingi tradimiz YPT kriptovalyutasida bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, globalniy pasayish trendi bor va lokalniy o'sish trendi bor. Mana kichkina o'sish trendi bor. Shu teshilish payti ko'rishingiz mumkin. Hozir chizib ko'rsatib beraman. Kirgan joyimizni. Mana shu joyda kirganmiz. Mana pastdagi joyda, mana shu joyda tepasida stop qo'yganmiz. Mana shu joyimizda stop bo'lgan. Takeimiz shu trendni eng pastida bo'lishi kerak bo'lgan mana. Chiqqan joyimiz mana pastroq bo'lgan. Biz qo'shilganmiz bu trendni eng pastida yana ozgina qo'shilib, baho bormagan chiqib olganmiz mana shu joyda. Uchinchi tradimiz Max kriptovalyutasida bo'lgan. Mana shu trade'da biz mana maksimalniy natija olganmiz. Lokalniy mana kichkina trendimiz bo'lgan. Katta o'sishdan keyin shu teshish payti kirganmiz. Mana shu joyda. Mana hozir ko'rsatib olamiz. Mana shu yerda kirganmiz. Stopimiz mana shu joyga qo'yilgan. Takeimiz eng maksimalniy pastga tushish joyida chiqqanmiz. Bu Bitcoin ham pastga tushgan edi shu payti. Shu sabab ozgina tutib turib, keyin eng pastida mana shu joyda chiqqanmiz. Hozir foizda qarasak 30% olganmiz, esimda yo'q aniq. Hozir mana shu yerda ko'rib qarasa bo'ladi. Ko'rib olsa 28% ekan. 28% natija olganmiz. Keyingi tradimiz RAR kriptovalyutasida bo'lgan. Mana bunda ham katta o'sishdan keyin lokalniy trendimiz bo'lgan, mana kichkina. Biz oldindan kirganmiz. Bu trendga atak kirish joyi mana shu joyda bo'lgan. Shu joyda kirish to'g'ri. Biz oldidan kirganmiz. Stopimiz mana shu joyga qo'yilgan bo'lishi kerak edi. Lekin biz stopni teparoq qo'yganmiz. Takeimiz uzoqroq bo'lgan. Shunga yaxshi daromad olganmiz mana. Stopimizni mana shu joyga qo'yganmiz. Takeimiz mana shu joyda. Lekin bunaqa qilib kirish qiyin jarayon hisoblanadi. Shu teshish payti kirish kerak. Keyingi tradimiz CXT kriptovalyutasida bo'lgan. Mana baho tushish payti bir joyda turib trend chizgan mana. Mana shunaqa kichkina lokalniy trend. Kirish joyi mana shu joyda bo'lishi kerak mana. Trendni teshilish joyida biz oldindan kirganmiz, teparoqda. Stopimiz kichkinaroq bo'lgan mana shu joyda. Takeimiz uzoqroq bo'ladi shunaqa bo'lsa. Mana bu joyda qo'shilganmiz bahoga. Pastroqda mana shu joyda takeimiz yopilgan. Stopimiz mana shu joyda bo'lishi kerak. Keyingi tradimiz ENC kriptovalyutasida bo'lgan. Mana video trade zapisi bu mana. Shu joyda mana shu joyda сделкamiz ochilgan. Tepasida stopimiz qo'yilgan. Takeimiz mana shu pastda bo'lishi kerak. Mana shu joyda stop loss. Pastimizda take. Agar bunga yaxshilab qarasak, mana tepada urvin bo'lgan, mana shu teshilgan u baho tepaga ketmagan, значит pastga ketishi aniq. Shu sabab biz mana shu joyda trend bo'yicha trendga qarshi kelganmiz. Yaxshilab qarasangiz bu joyda undan oldin ham trend bo'lgan, mana kichkina trend. Shu joyda ham mana kirish mumkin bo'lgan joyi mana shu joyi, stopi mana pastdagi joyi. Take
shu trendni tepasi mana bu joyi bo'lishi kerak bo'lgan va shu joyda ham natija yaxshi bo'lardi mana shu joyga stop qo'yilsa. Endi do'stlar shu live tarzda mana shu tradeimizni kanalga qilib yopilganini ko'rishingiz mumkin. Agar videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, значит tradingga qiziqishingiz bor. Shu sabab do'stlar YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qandaydir savolingiz bo'lsa, shu videomizni tagida kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Hamma savollarga biz javob beramiz. Va Telegram kanalimizga opisaniyada ssilkasi bo'ladi. O'zimizning ofitsialniy Bukatrade Telegram kanali. Obuna bo'lsangiz, mana shunaqa tradelarni oldindan analiz qilib tashab qo'yamiz kanalimizga. Siz ham biz bilan birga oldi-sotdi qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu joyimizda mana trendimiz teshilgan, baho mana shu joyga kelyapti. Shu joyda mana take bilan hozir 6%, 6,5% bo'lib shu yerda yopilyapti baho. Va oxirgi tradeimiz Sun kriptovalyutasida bo'lgan. Bu joyda ikkita trendimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Kichkina katta trendimiz bor. Birinchi kichkina trendimizni oldi sotdi qilganmiz. Mana shu joyda mana long ochilganmiz. Pastimizda stopimizni qo'yganmiz mana shu joyda. Takeimiz mana eng tepasida bo'lgan. Mana shu joyda ishlab olganmiz mana shu joyda. Ikkinchi tradeimiz mana hozir shu videomizda ochilyapti. Mana shu joyda trendimiz bor. Mana o'sha teshilgan joyda ochilgan. Stopimiz mana shu joyga qo'yilgan. Takeimizni mana eng pastida qo'yganmiz. Endi shu videomizni tezlashtirib oxirigacha natijasini ko'rsatib boramiz. Mana baho o'sha ozgina yuryapti. Mana oxiri katta impuls bo'lgan. Mana eng pastiga mana impuls bilan baho shu takeimizga tegib bizga plus bergan. Trendimiz mana pastda takeimiz turadi. Tepamizda kirgan joyimiz mana stopimiz. Mana shunga o'xshagan videolar YouTube kanalimizda ko'plab chiqib turadi do'stlar. Shu sabab Bukatrade YouTube kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mana YouTube kanalimizda undan oldingi chiqqan o'zimiz tradelarimizni analizi bor va mana shu trade qilgan strategiyamiz bo'yicha mana shu videomiz trend bo'yicha strategiya shu video ichida to'liq shu strategiya bo'yicha tushuntirma berilgan do'stlar. Bundan oldingi mana tradelarimizni analizini ham ko'rishingiz mumkin. Endi do'stlar shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, savolingiz bo'lsa kommentariyaga yozsangiz, hamma kommentariyaga javob beramiz. Hammaga omad. Shu trading sohasini o'rganish uchun mana YouTube kanalimizni yaratdik. Hamma bilgan bilimimizni shu YouTube kanalimizda berib o'tamiz. Har videomizning tagida mana do'stlar video darslar va Telegram kanalimizga ssilkamiz bor. Hammaga xayr.